payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar, ahboblarimni, ya'ni qalbimga mahbub bo'lgan ummatlarimni ko'rishlikka mushtoq bo'ldim dedilar. Sahobalar, axir biz sizni qalbingizga mahbub bo'lgan odamlar emasmizmi? Biz sizni habiblaringiz emasmizmi? Rasululloh aytdilar, sizlar meni ashoblarimsizlar, ham suhbatlarimsizlar. Mening mahbublarim, mening ahboblarim oxir zamonda kelishadi. Ulardan dinni mahkam ushlagan odam xuddi cho'g'ni ushlagan odamdek bo'lib qoladi. Ularning ajri 70 ta odamning ajrichalik bo'ladi. Sahobalar, ularning 70 tasining ajri bizni bittamiz ajrimizchalik bo'ladimi? Yoki ularning bittasining ajri bizni sahobalarning 70 tamiz ajrimizchalik bo'ladimi? Deganida, ularning bittasining ajri sizlarning 70 talarda ajri bilan teng bo'ladi. Nimaga deb so'rash sahobalar. Aytdilarki, chunki sizlar haqning ustida yordamchilar bor. Men turibman